2026 yilgi Toyota RAV4 yangi avlod crossover bo'lib, zamonaviy dizayn, qulaylik va texnologiyani o'zida mujassam etgan. Bu model o'zining ishonchliligi va yo'lda yuqori darajadagi barqarorligi bilan mashhur. Toyota kompaniyasi bu safar ham RAV4 ni yanada takomillashtirib, yo'lovchilarga maksimal qulaylik yaratishga e'tibor qaratgan. Yangi RAV4 tashqi ko'rinish jihatidan yanada sportcha uslubda ishlab chiqilgan. Old qismi keng radiator panjarasi, LED faralar va kuchli bamperlar bilan bezatilgan. Yon tomondan esa silliq chiziqlar va aerodinamik shakl avtomobilga jozibadorlik beradi. Orqa qismda LED chiroqlar va zamonaviy spoiler avtomobilga dinamizm bag'ishlaydi. Salon qismi yuqori sifatli materiallar bilan qoplangan. Keng multimedia ekrani, raqamli asboblar paneli va ilg'or boshqaruv tizimlari haydovchiga qulaylik yaratadi. Old va orqa o'rindiqlar keng, isitish va ventilyatsiya funksiyalari bilan jihozlangan. 2026 RAV4 da ovoz yalpi ham yaxshilangan. Bu esa uzoq safarlarda tinchlik va qulaylikni ta'minlaydi. Texnik tomondan Toyota RAV4 2026 benzinli, gibrid va plug-in gibrid versiyalarda taqdim etiladi. Eng so'nggi 2.5 litrli Dynamit Forte dvigateli va chirt avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Gibrid versiyada esa yoqilg'i tejamkorligi yanada oshirilgan. Tort out tizimi bilan avtomobil har xil yo'l sharoitlarida barqaror harakatlana oladi. Xavfsizlik tizimida Toyota Safety Sense 3.0 kompleksi mavjud. U avtomatik tormozlash, yo'l belgilarini aniqlash, piyodalarni sezish, yo'ldan chiqishni oldini olish kabi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Shu sababli RAV4 nafaqat qulay, balki juda xavfsiz ham hisoblanadi. Toyota RAV4 2026-yil modeli ekologik jihatdan ham samarali bo'lib, past to'ch chiqindilari bilan ajralib turadi. U nafaqat shahar ichida, balki tog'li yoki notekis yo'llarda ham bemalol harakatlana oladi. Narx jihatidan Toyota RAV4 o'z segmentida raqobatbardosh bo'lib qolmoqda. Yangi model har bir oilaga mos, ishonchli va uzoq umr ko'radigan avtomobil sifatida tanilgan. 2026 yilgi Toyota RAV4 bu zamonaviy texnologiya, qulaylik va ishonchlilikni birlashtirgan ideal tanlovdir. U har kuni foydalanish uchun qulay, safarlar uchun esa mukammal hamroh bo'ladi.